Assalamu alaykum. Tordagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Abdumit Xo'ja Abdullah Qaraqash yozgan Zulmatlik tuproq romanini o'qishni davomlashtiramiz. Oldingi qismda xonning xalqni va davlat boyligini Ruslarning qo'liga tashlab qo'ymaslik uchun xalqni boshqa yurtlarga ko'chirish xizmatini ishlash bilan birga xazindagi boylikni ommaga tarqatib etmoqchi bo'lib, o'rda eshiklarni ichib etishga va vazirlarning chetga chiqib ketishiga yorliq tushirgan yeriga kelib to'xtagan edik. Endi davomini o'qiymiz. Zalda xon bilan Yavuzbek ikkalalla qoldi. Birdamlik sukutdan keyin xon Yavuzbekni oldiga chaqirdi. Yavuzbek, sana deydigan bir gapim bor edi. Rad qilmasligingni umid qilaman. Deversilar oliylari. Qizim Kunchechak tug'ilganda onasi uning yuzini ko'rolmay bu dunyo bilan vidolashgan. Uni hozirgi inik onasi biqib cho'ng qildi. Men davlat ishlari bilan oldirash bo'lib, uningga otiliq mehrimni toza joyida yetkazib berolmadim. Әмділікте пашша xamı onu tashlab qo'yib ketdi. Bichora qizimning yolg'iz tikanda qilishni zodila xolamayman. U xonliqning birdan bir merosxo'ri. Uni saqlab qilish, xonliqni saqlab qilish bilan barobar. Shunglashqa uni avval ulug' Allohga, undan qolsa sana topshirmoqchiman. Yavuzbek oldingi navbat xon bilan ko'rishganda podshohxonga bergan qasimidiki bu gapni eg'izdan chiqara olmagan edi. Shunglashqa u boshqa ortiq gap qilmadi. Uning ustiga dushmanlar shaharga borgan sari yiqilishyotdi. Xon xos xizmatchisini chaqirib, Malika va uning inik onasini tepib kelishga buyurdi. Hayal o'tmay, Malika Kunchechak bilan inik ona zalga kirib keldi. Malika xonliqning qayg'usini o'z qayg'usi deb bilgachga, xonning oldida beshini yerdan ustun ko'tarmasdan azoblangan peti turatdi. Shundaqla xonning yonida Yavuzbekning borlig'ini bilmaydi. Xon o'rnidan turib shamshirini qo'liga olib, eng oxirgi yorliqni o'llik jakorladi. Xos xizmatchi darhol Qur'onni xonning qo'liga tutqizdi. Xonliqning eng oxirgi malikasi Kunchechak. Malika otasining oldiga kelib, qoida bo'yicha tizlanib turdi. Men xonliqning eng oliy hukmroni bo'lish salohiyatim bilan shuni jakorlaymanki, siz xondanligimizning varislik tuzumiga asosan hozirdan boshlab xonliqning shohliqiga tayinlandingiz. Allah oldidagi burchingizni ham xondanlik oldidagi vazifangizni yaxshi o'rindag'aysiz. Harbiy vazir Yavuzbekni sizning umrlik halol juftiningiz bo'lishga loyiq deb bilib, uni o'g'illikqa tanladim. Yorliqimni qabul qilg'aysiz. Malika bundaq chaqda ortiq gap qilsa bo'lmaydiganligini bilatdi. Shunglashqa u beshini tuvan silib, o'ng qo'li bilan otasi bergan Qur'onni maydisiga tingib turib, inchga ovozi bilan qasam qildi. Ulug' Allohning Qur'oni bilan qasam qilamanki, Shoh otam bergan huquqni qabul qilaman. Xalqqa adoqqicha sodiq bo'lib, Alloh va xalqim oldidagi burchimni jon-dil bilan ado qilaman. Xon beshidagi qizil guhar qo'yilgan oltin tojni avaylab ilib, Malikaning beshiga keygizib qo'ydi. Ondan uning turishiga ijozat qildi. Xonning xos xizmatchisi inik ana va Yavuzbek Malika Kunchechakka hurmat bildirib, uningga ta'zim qildi. Yavuzbek daqiqa ichida yuz bergan bu ishlardan hayronu has qilib zodi nima ish bo'lganligini bilolmayli qoldi. Xon Yavuzbekni oldiga chaqirib, uning qo'lini ching tutdi. Ondan Malikaning qo'lini uning qo'liga tutqizgandan keyin har ikkilisining peshonasiga suyib qo'yib, ular bilan quchoqlashib xo'shlashdi. Otasining bu harakatidan Malika otasining bu yerdan ketmaydiganligini bilib qoldi. Xon ota, undaqda siz biz bilan birga ketsizlar, sizlardan o'tinay, dedi Malika o'ksib yig'lig'inicha otasini quchoqlab. Ey yurak param qizim, Shoh otam qoldirgan qasrni tashlab qayerga borarman? Kindiq qinim mush qasrga to'kilgan. Meni yana mushu zamin chaqiryotidi. Mening qimmatim mushu tuproqda qizim. Mangdigan cheg'inglar bo'lib qoldi. Darhol manganglar. Mendan ansirmanglar bolalarim. Sizlarni Allohga topshirdim. Tez bo'linglar. Xon Yavuzbekka illiq kulimsirab qaradi. Yavuzbek xonning ko'nglini tushundi.
uning ustiga vaqt borgansiri qistab qelyotdi. Shunga u Malikining qo'lini nihoyat avaylab, xonning mursidan ajratdi. Andin uni tortib ilib mangdi. Malika mang'ash to'xtamay yig'laydi. Otasiga qanmay qaraydi. Shundoq bo'lsa-mu, u otasini norozi qilishni xohlamadi. Shunlashqa otasi bilan uhin-tinsiz ko'z yoshi orqali vidolashdi. Ular xon qasridan chiqqandan keyin Malika inik onasini birga elib oldigan bo'ldi. Safarning ba'zi lozimatliklarini tayyorlab olish uchun Malika inik onasi bilan o'zining qasriga ketdi. Angacha Yavuzbek Poshshaxonning ota-onasi bilan ko'rishib olmoqchi bo'lib, aldirab ularning o'rda ichidagi uyiga mangdi. Yavuzbek Poshshaxonning uyiga borganda, ularning uyida bir qancha xizmatchidan boshqa hech kim ko'rinmaydi. Yavuzbek cho'nglarni surishda qilgan edi. O'z uy xizmatchilari ularning 2 kun oldida Poshshaxonning oldingi sapda shahid bo'lganlik xabarini anglab, shu vaqtning o'zida Amroq o'g'lining meyitini bo'lsa-mu ko'rib olishni o'ylab, shimoliy chegara tarafga qarab yo'lga chiqib ketganligini aytdi. Yavuzbek mayuslangan holda Poshshaxonning uyidan chiqib, Malikining qasriga bordi. Andin Poshshaxonning harbiy mashinasiga ularni silib, mashinani o'zi haydagunicha mozorliq tarafga qarab yo'l oldi. Ular Jalol shayxning uyining oldiga kelib to'xtaganda, xubdan vaqti bo'lib qolgan edi. Yavuzbek eshikni qoqdi. Uy xizmatchisi eshikni ichib, uning bilan ahvollashgandan keyin Jalol shayxning jay namozida ekanligini aytib, uni boshlab uy ichiga kirib keldi. Yavuzbek uy ichiga kirganda Jalol shayx jay namozda o'tirib duo qilyotdi. U o'g'lining sog'-salomat kelganligini bilib, darhol duoni tugatib, o'g'lining oldiga bordi. Ular quchoqlashib omonlik so'rashgandan keyin Yavuzbek butun ahvollarni otasiga bir bayon qildi. Andin vaqtning qistab qolganligini, otasining darhol tayyor bo'lib, o'zi bilan birga mengishini talab qildi. Jalol shayx o'g'lining bu talabini bir oz shuk Jalol shayx o'g'lining bu talabidan bir oz shuk bo'lib qoldi. U o'g'lini hinda o'ltirg'izib, uning qo'lining barmoqlarini o'zining qo'lining barmoqlari orasiga oldi. Andin ko'ziga yosh ilib o'g'liga so'zladi. O'g'lim, seni qayta ko'rganimdan bakmi xushalman. Alloh bizni yana jam qilibdi. Ahvoldan qaraganda, sening Alloh oldidagi vazifang texmo ig'irlabdi. Bo'pti o'g'lim. Pishondikidan hech kim qechib qutula olmas. Sen mening o'g'lim, shundoqla vatan xalqningmi o'g'li. Adil shohni qo'g'dash, iymon e'tiqodni qo'g'dash bilan barobar. Deb kelsam gap uzun balam. Anang rahmeti o'z vaqtidagi xalq madrasasining eng chiroyli guli edi. Go'zallikda, latofatda gul uningdan xijil edi. Shu chaqda u boylik va inovatda hammadan ustun turadigan vazirning o'g'lini tanlamay, mendek bir musofirni tanlab, men bilan bir umr oddiy turmush kechirishga rozi bo'ldi. Meni o'z qitiga ilib musofirligimni bildirmadi. Men anang rahmatlikni bu yerda yolg'iz tashlab qo'yishni xohlamay, bu mozorlikni makon tutdim. Navoda yaşanğan jinimni rohat suyi bilan qonsun desang, meni bu anangning tuproq beshidan ilib ketmagan bo'lsang, balam. Jalol shayx so'zini tugatib, o'g'lini bag'riga bosdi. Yavuzbek otasining mijozini obdan biladi. U otasining ko'z yeshini qo'li bilan surtib otasiga aytdi. Bo'pti ota, sizni Allohga topshirdim. İşlar dahi oldimizda, bizga duo qilg'ayla. Yavuzbek otasidan duo ayilib xo'shlashdi. Jalol shayx o'ziga tunish bo'lgan kona yog'och sanduqni silashtirib, ichidan yog'liqqa o'ralgan bir narsani qo'liga oldi. Andin o'g'li bilan sirtqa mangdi. Ular eshik tuyiga chiqqanda, Malika kunchechakning mashinadan tushib, eshikning oldiga kelib turgan edi. Malika Jalol shayxning ko'zining ko'rmaydiganligini bilgachga, oldin salom qildi. Assalomu alaykum ata, dedi Malika intayin xijil bo'lgan holda cho'nqur ta'zim qilib. Jalol shayx Malikining salom ovozidan uning naqadar chiroyli, naqadar tarbiya ko'rganligini bilib, cheksiz xushalliqqa botdi. Va alaykum assalom qizim, dedi Jalol shayx chiroyiga illiq kulka yugurtib. Sizlarning ketadiganliginglardan xabarsiz qoptiman.
Sizlarga tutqudek tüzük birər nərsəm yo'q ballarım. Bu yağlıqqa oralğını Yavuz Bekning onasi rahmatlik hayat çığıda işletken zinnat buyumları idi. U mağar çığıda bu nərslərni qızımızga tapşırışni vəsiyyət qılğan. Onun ruhinati əmdi aram tapıdığan boldu. Addi bolsunmu bunu ilan qızım. Мәлике Күнчечекнең багыры интайын сунык иде. Jalal Şeyxning atalarcha qilgan qizg'in muomalasidan u qattiq ta'sirlanib, yolg'iz qolgan xon otasini esiga oldi. Andin ko'ziga kelgan issiq yoshni ko'rsatmasdan, illiq kulimsirginicha so'g'ini qabul qildi. Balalarim, tez bo'linglar, manzil yiroq, vaqt qis. Sapiringlarning qayoqqa ekanligini menmu so'ramay, sizlarmu insonga tinmanglar. Tong otqucha bu yerdan ketinglar. Yo'lda paxas bo'linglar. Sizlarni ulug' Allohga topshirdim. Qani, yo'lga chiqinglar. Jalal Shayx qo'lini ko'tarib duo qildi. Andin o'zining bo'ynidan doim tushirmay esilib oladigan kichik bir dona qora tumarni yishib ilib, o'g'lining bo'yniga isib qo'yib etdi. Oğlum, bu tumarni o'z vaqtida men safarga manganda atam o'z qo'li bilan bo'ynimga isib qo'ygan edi. Men buni izchil yenimdan ayırmagan edim. Endi sana berdim. Buni yuttirib qo'ymag'in. Balangdan balanga qolsin. Yavuzbek ayrılışqa ko'zi qiymagan holda otasi bilan eng oxirgi qitim quchoqlashib xo'shlashdi. Andin mashinani ushqandek haydab mozorlikdan chiqib ketdi. Ular shu mang'inicha atsi tong yo'rg'anda shahardan xilda yiroq joydagi acha yo'l eg'iziga kelib to'xtab, tungda ilib olgan zapas mayni mashinaning may bakiga qo'yib, yo'l tayyorligini qilib oldi. Bu acha yo'l eg'izining biri janubiy chegara eg'iziga boradigan yo'l eg'izi, yana biri g'arb tarafdagi tog' o'rmonliqqa tutishadigan yo'l eg'izi edi. Yavuzbek bilan Malika xandonliqda yuz berayotgan bu bir qator ishlar tufaylidan yo'l bo'yi ichi pushuq tortishib tuzuk parang qilishmaga edi. Nega bordiganligini texi aniq bir narsa deyishmaga edi. Yavuzbek ko'nglida chegaradan chiqib ketish eng oqilona usul deb o'ylaydi. Shunga u so'rmayla chegara eg'iziga tutishadigan yo'l eg'iziga mingishga tamshaldi. Yavuzbek, chegaradan chiqib ketishni xohlamsiz? deb yenik so'radi Malika bishin tuvan silib. Yavuzbek Malikaning bu so'zdan bir oz gangirab mashinani asta tormozladi. Malika, sizcha qanday qilsak bo'lar? dedi Yavuzbek bishini ustun ko'tarmay Malikaga bo'lgan cheksiz hurmatini bildirib. Men Allohning oldida qasam berib, bu tojni topshirib oldim Yavuzbek. Buning qanchalik ig'irligi sizga ayon. Buni ajdodlarimiz necha asrdan buyon mushu zaminda tavlab, mushu zaminda taqab kelgan. Bu tojni qimmatimi dal mushu zaminda. Alhal bu kunga kelganda bu bebaho guharni o'zgalarning vatanida xor qilg'im yo'q. Navada xolisingiz ajdodlarimning ruhi qovunib qolmaslik uchun men buni ilib qilib vatanimning tog'larini makon qilib bu yerda qolsam, siz inik onamni ilib chegaraga qarab mangsingiz qandoq bo'lar? dedi Malika Yavuzbekka tikilib qarab. Yavuzbek Malikaning qarashlariga bardoshlik berolmay ko'zini yonga ilib qochdi. U ko'nglida Malikam, tiniqimla bo'ladi ekan, sizdan mangu ayrilmayman. Bu mening Alloh oldidagi qasamim va burchum, deganni o'yladi. Lekin buni eg'izdan chiqara olmadi. Yavuzbek hech qanday javob qaytarmay, mashinani o'ng tarafdagi tog' o'rmonligiga tutishadigan cho'ng yo'lga burdi. Malikamu Yavuzbekning o'zini qat'iy tashlab ketmaydiganligini bilgachga boshqa gap qilmadi. Ular shunda qilib agri-bugri ketgan yilon bag'ri yo'llarda mashinasini guruldatib haydagunicha cheksiz so'zilgan tog' o'rmonliq tarafga qarab mangib ketdi. Xon Malika bilan xo'shishib shohlik taxtida uzundan uzunga o'ltirdi. Xos xizmatchimi uningdan bir qadam ayrilmadi. Xon uning ketishini talab qilsa-mu, xizmatchi uning gapini tingshig'ili unamay ko'z yoshi orqali uning buyrug'ini rad qildi. Әтсі таң атқанда асманны қара бұлыт қаплап кеткешке, құяш өзіні далдыға алғанда қылатты. Хан кечиче кірпік қақмай чыққанлықтың, сәһәрге яқын көзі ұйқыға кетіп қалған еді. Tuyuqsiz kimlerdir bir kimler xanның olturgan zalığa alı tağıl tuğulışıp qurallık bastırıp kelişti. Andın taxtda olturgan xanның ətrafıga çivindek oluşup, onunğa tuşmu-tuşdun qurallarının uçunu tənləşdi. Xan bu qalaymaqan avazdan ko'zini içib qarab edi, bir top Rus askarlari o'zini qo'rshivapti.
Shu paytda talatidan shumliq chiqib turgan rus askarlarining oliy qo'mondoni zalga kirib keldi. Bu xonning tirik qo'lga tushganligidan xush bo'lib, xudini yo'qotgandek qiladi. U udul xonning oldiga kelib, uning bilan paranglashmoqchi bo'ldi. Sen yana nima o'yin o'ynamoqchi? Dexe shaharning eshigini bizga ichib qo'yibsan. Bilib qo'y, men sendeklarning dipiga usul o'ynaydiganlardan emas, rostingni ayt. Tercüman Rus askeri ravan türk tilida xonga bu so'zni uqtirdi. Xon oldidagi gidiyib turgan bu seriq chashqonga mansitmaganda qilib kulib qo'ydi. Ondan tercümanga qarab: "Oldimdagi bu saqlandiga deb qo'ying. Uning men bilan so'zlashi salohiyati yo'q. Men bu elning xoni. Men bilan so'zlashkusi bo'lsa, uningmi xoni kelsin. Uningmi bishi kelsin." Tercüman Ali qo'mondonga xonning so'zini birmu bir dedi. Baş qo'mondon buni anglab, xonning oldiga devaylab berib, uning yoqasini tutmoqchi bo'ldi-yu, lekin o'zini tutib olib, xonning oldidagi o'tqashdek Iran gilimiga tufi deginicha kuch bilan birni tükirdi. Xon uning bu qiliqidan kulib ketib, tercümonga qarab aytdi: "Bu tarbiya ko'rmagan kishiga aytib qo'ying. Atisi uningga yosh cho'nglar bilan qandoq ko'rishishni o'rgatmabdi ekan. Endi buningga men o'rgatib qo'yay." Tercüman Rus qo'mondonga gapini deb tugutishi, xon qo'lidagi shamsharni shundoq ko'targanda qilib edi, hayt-hut degicha xonning oldida ko'ranglab, chetiga patmay qolgan oliy qo'mondon ikki qo'li bilan bo'yin tumburini tutqunicha ko'zini poltaytib, xonning oldida tizlanib qoldi. Xonning atrofidagi askarlar zodi nim bo'lg'ini bilolmay o'ra-to'pa bo'lishib turganda, Rus qo'mondonining bo'yin tumuridan chiqqan qon atrofdagi askarlarga fontandek chachrashga boshladi. Balaliqdan boshlab shamshar o'ynab cho'ng bo'lgan Turkmaniston xoni otasidan bu hunarni yaxshi o'rgangan bo'lg'achqa, bayam chaqmoq tezlikda oldidagi xiqrab turgan tunguzning bo'yin tumurini bir shamshar bilan uzib ulgurgan edi. Askarlar qo'mondonining shamshar zarbasida jon talishayotganligini bilib, xonga o'q atmoqchi bo'lishdi. Lekin yana darhol to'xtab qoldi. Chunki bu qitimliq mustamlikachilik urushida odatdagi rus askarlarining xonlarni o'zi bilib etish huquqi yo'q edi. Mushu tapda xon shundaq chapdaslik bilan shamshirini yana bir o'ynatib edi. Xonning atrofida yumloq bo'lib turgan askarlar qiyochiya qilishib chiqrashqinicha yuz ko'zlaridan chiqqan qonni olqini bilan tutib ulgurolmadi. Shu chog'da achchig'iga chidamagan bir rus askari quyilib ketgan ko'zining iqib ketganiga qaramay, xonga qaratib qarisiga o'q uzdi. O'q ovozidan yurakka kelgan boshqa askarlarmi achchig'ida tatildatib o'q etishga boshladi. Bu chog'da osmondagi qora bulutlar to'planib, chaqmoqlar chiqildi. Guldirmomalar zaminni tavratdi. Xon boturlarcha shahid bo'ldi. Qora yomg'ir shaqirab yoqqanicha xonning o'limiga qayg'usini bildirib, ko'z yeshi qildi. Bu qitimliq roman o'qishimiz mush yergacha bo'lsin. Xayr xo'sh.